Yarım soatda chidanman topdi. 400 ming so'm topamiz deb 2 million 100 mingga tushib o'tiribmiz mana. O'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bir nechta qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, nikoh to'yi marosimlariga buyurtmani yanada ko'paytirish maqsadida muntazam ravishda bu holatlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib kelgan haydovchi aniqlandi. Olib borilayotgan targ'ibot va reyd tadbirlariga qaramasdan bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib harakatlanayotgan haydovchilar uchramoqda. Ayni paytda esa bu kabi qoidabuzarliklarni Oqdaryo tuman ko'chalari bo'ylab sodir etgan 10 ga yaqin haydovchi va ularning transport vositalari jarimalar maydonchasidan joy oldi. O'zimizga tegishli xulosa qildik. Bu ish boshqa qaytarilmaydi. Qolgan shofyorlarga ham tavsiya qilmayman zaksga chiqishiga. Hamma shofyorlarga yo'l qoidalariga qat'iyan rioya qilgan holda yurishni tavsiya qilib qolamiz. Boshqa qaytarilmaydi, afsuslanamiz. Biz ham bolalar qatorida pishaymanmiz. Qolganlarga tavsiya qilamiz, hech haydamasin. 400 ming so'm topamiz deb 2 million 100 mingga tushib o'tiribmiz mana. Qolgan haydovchilarga ham aytamiz, imkoni boricha chiqmaslikka harakat qilingizlar deb aytamiz. O'zimiz ham shundan xulosa chiqardik mana. Video xabarni ko'rganimda soat taxminan shu 17:30 aradan yarim soat o'tmay shu 18:00 da shu jarimalar maydonchasiga mana yo'l harakati xodimlari olib kelishdi. Hech kim bunaqa xatoni takrorlamasligini so'rayman. Qonun qoidalariga rioya qilishni tavsiya qilaman. Bunday bo'lishini bilmagandik-da. Pushaymonmiz. Hech kimga tavsiya qilmaymiz. Bundan keyin takrorlanmaydi. 17 dekabr kuni o'rtog'im to'yiga guruh harakatlandik. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishini bilmagandik. Qoidabuzarligimni tan olaman. Qilgan ishimdan pushaymonman-da. Mana keldik, stanga kirdik, hamma mashina topib keldi. Yarim soatda chidanman topdi. Men shu oddiy videoda o'ylagandim, lekin buni ortidan yana ko'pchilik ergashishi mumkin ekan. Men buni bilmagandim. Qaytib hech kimga tavsiya bermayman. Haydovchilar bunaqa ish qilmasin. Kichkina farzandimni ham o'shaning oldiga mindirganman. Uni ham mumkin emasligini bilmaganman. O'zimni farzandim hayotiga xavf solganman. Shu ijtimoiy tarmoqda videolarni qo'ygan videolarni o'chiramiz. Boshqa takrorlanmaydi. Ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarga nisbatan yo'l-patrul xizmati xodimlarimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasining 1-qismi, 129-moddaning 1-qismlariga asosan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirishlari olib borilmoqda. Hurmatli haydovchilar, bu kabi holatlardan o'zlaringizga kerakli xulosa chiqaring. Sizni ozgina qo'pol qoidabuzarlik sodir etib, nikoh to'yi marosimlarida mana shunday holatlarni sodir etganligingiz haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishiga olib kelishi mumkin. Yo'llarda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz.